Hidoyat libosidagi jaholat. Bashariyat yaralibdiki, o'z birodarlari bilan boqiy obidalar yaratish, farovon turmush, ilg'or ishlab chiqarish, axborotni boshqarish, yiroqni yaqin qilish, samoga egalik qilish va boshqa jabhalardagi ilg'orlikni qo'lga kiritish borasida muttasil raqobat qiladi. Inson ilm bilan bugun fazoga chiqdi va u yerda qolishni ham epladi. Faqat bu saodat nasib etganlar ko'p emas. Jaholat xalal bermaganda edi, siz tasvirda ko'rib turgan kurrai arzning barcha qismi nurlarga burkangan bo'lardi. Dunyoda bir-biriga muttassil raqobatda bo'lgan kuchlar hamisha bo'lgan. Bugun ham bor. Kalom, siyosat, ruhiyat, jamiyat ilmlari rivojlangani bois bu hodisa alohida o'rganib chiqilgan va o'rganishda davom etilmoqda. Bundan tashqari, agar biz aytgan yo'riqqa yurmasang, davlat ichidagi radikal yoki muxolif kuchlarni qo'llayveramiz degan ishora bor bu harakatlar zamirida. Qolaversa, bunday beqarorlik orqali neft, gaz, suv resurslari ustidan nazorat qilish osonlashib, iqtisodiy manfaatlar ham ko'rish mumkin. Radikal kuchlarni nazoratga ushlagan tomon o'ziga kerak paytda ularni raqib davlatlarga qarshi ishlatishi yoki biror bir harbiy strategiyada qo'llashi ham mumkin. Buni Suriya misolida yaqqol ko'rdik. Men yetakchilik qilayotgan ushbu idoraning tashkil etilganiga endigina 7 yil to'ldi. Al-Asqar observatoriyasi deb ataluvchi ushbu markaz turli tillarda radikal va mutaassib fikrlarga qarshi kurashish bilan shug'ullanib keladi. Ma'lumki, dunyodagi musulmonlarning 80% arab tilida so'zlashmaydi, ya'ni arab dunyosida yashamaydi. Shuning uchun ular islom haqidagi ma'lumotlarni boshqa vositalar orqali oladi. Bular veb-saytlar, imomlar yoki shayx Google orqali bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz birinchi navbatda turli tillardagi jamiyatlarda tarqalayotgan yot, mutaassib va noto'g'ri fikrlarni aniqlashimiz va ularga o'sha tillarda javob berishimiz kerak bo'ladi. Biz qanchalik ko'p odamlarga shu tarzda yetib bora olsak, shunchalik yaxshi natijalarga erishamiz. Bizda shunday bir voqea sodir bo'ldi. 15 yoshli bola ota-onasi bilan markazimizga keldi. U ekstremistik kontentga duch kelgan ekan. Unga birinchi marta Telegram orqali emas, balki oddiy o'yin PUBG orqali murojaat etishadi. O'yin payti unga avval video, keyin xabarlar yuborishadi. U bilan shaxsiy aloqa o'rnatilgach, so'ngra Telegram orqali uzoq va kuchli ta'sir o'tkazishgan. Ota o'z o'g'lidagi o'zgarishlarni sezib, bolam ijtimoiy hayotdan chetlashib, rasm chizishni to'xtatdi. Hatto o'z yaqin ayol qarindoshlari bilan ham salomlashishni istamay qo'ydi. Uzoq vaqt yotoqxonada o'tiradigan bo'lib qoldi deb Facebookdagi rasmiy sahifamiz orqali bizga bog'landi. Biz tekshiruv o'tkazdik va bu masala jiddiy ekanini aniqladik. Keyin ota-ona va ularning farzandi markazga kelishdi. U bilan ishlar oson bo'lmadi. Chunki bolaga juda ko'p yolg'on va bir tomonlama kontent ko'rsatilgan edi. Unga kitoblar berildi, muloqot o'tkazildi. Bir oz bahs-munozara bo'ldi. U Al-Asqar universitetiga va Al-Husayn jome masjidiga ekskursiyaga olib borildi. Shundan keyingina unda to'g'ri fikrlash jarayoni boshlandi. U avvaliga o'z qarashlarini qat'iy turib himoya qildi, lekin vaqt o'tib o'zgardi. Endi u foydali shaxs. Agar bu jarayon bo'lmaganda, balki u IShID safidagi jangchiga aylanib ketishi mumkin edi. U endi biz bilan hamkorlik qilyapti. Ba'zi tashabbuslarda faol qatnashyapti.
Ushbu voqea orqali biz barcha ota-onalarga murojaat qilmoqchimiz. Farzandingizga e'tiborli bo'ling. Agar unda qandaydir katta o'zgarish sezilsa, qiziqishlarini yo'qotsa, o'zini olib qocha boshlasa, aslo beparvo bo'lmang. Har bir ota-ona farzandini kuzatib borishi kerak. Zero hozirgi davrda har bir bola ekstremizm qurboniga aylanish ehtimoli nihoyatda yuqori. Bizning eng muhim vazifalarimizdan biri yoshlarni ekstremizmdan himoya qilish, ularni madaniy va ilmiy dunyoga jalb etish, shu bilan birga ma'rifat, bag'rikenglik, boshqalarga hurmat va ishonch qadriyatlarini singdirishdir. Asossiz g'oyalarga qurilgan yopiqlik ekstremizmdir. Masalan, faqat mening dinim to'g'ri, faqat mening millatim yaxshi, faqat mening tilim ulug' deb bilish yoki faqat zamonaviy madaniyatnigina ma'qul deb hisoblash ham ekstremistik qarashdir. Yoshlarni turli davrlardagi falsafa, ilm, din va san'at namoyandalari bilan tanishtirish shart. Ular shundan anglaydilarki, insoniyat sivilizatsiyasi hech qachon faqat bir xalq yoki millat ishi bo'lmagan, balki u ketma-ket ravishda bir-birini boyitib borgan Mesopotamiya, Misr, Hind, Xitoy, Yunon, Finikiya, Iskandariya, Ma'uroun Nahr, Islom va zamonaviy G'arb sivilizatsiyasi madaniy meroslaridan tashkil topgan. Diniy va dunyoviy ilmlar o'rtasida ajralish bo'lishi mumkin emas. Islom faqat oxirat haqida emas, balki bu dunyo hayoti haqida ham g'amxo'rlik qilishni buyurgan. Iymon faqat namoz, ro'za va boshqa ibodatlar bilan chegaralanmaydi. Iymon to'liq jarayon. U ibodatni ham o'z ichiga oladi. Bir vaqtning o'zida dunyoviy hayotga ham e'tibor berishni talab qiladi. Shuning uchun musulmon kishi dunyoviy ilmlarni o'rganishi shart. Chunki islom olami faqat dunyoviy ilmlarni egallagandagina rivojlangan. Ibodat ham mukammal bo'lishi kerak. U o'z ichiga diniy va dunyoviy jihatlarni qamrab olishi zarur. Bu islom belgilagan muvozanatdir. Diniy radikalizm islom dini belgilagan muvozanatga daxldor emas. Bu ijtimoiy fenomenga bepisand qarash, loqaydlik qilish, uning ustida turli ijtimoiy eksperimentlar o'tkazish juda xatarli. Bunday urinishlarning deyarli barchasi hozirga qadar inqirozga uchrab, butun mintaqani qamrab halokatli zilziladan ko'ra kattaroq fojialarga sabab bo'lgan. Qolaversa, bir necha 10 yillardan beri biror bir yurtni istilo etish, itoatda tutish, davlatning hududiy yaxlitligiga rahna solish, mustaqilligidan qisman yo to'la judo etishda diniy radikalizmdan ustamonlik bilan foydalanayotgani jiddiy hushyorlikni talab etadi. Bunday g'arazli harakatlarning mavjudligini tadqiqotchi olimlar allaqachon isbotlagan. Fransuz sharqshunosi, siyosatshunos va yirik dinshunos ekspert Olivier Roy diniy radikallashuv hodisasini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlardan so'ng 2005-yil bundan 20 yil muqaddam shunday istehzoli savolni o'rtaga tashlagan edi. Islom radikallashyaptimi yoki radikallashuv islomlashyaptimi? Ushbu hodisa bilan bog'liq jarayonlarni diqqat bilan kuzatgan har bir kishi diniy radikalizmni zamonaviy dunyoning istilochilik borasidagi yangi fenomeni degan bo'ladi. Siyosat, san'at, texnologiya, sanoat, sun'iy idrok va farovonlik borasida ilgarilab ketgan mamlakatlarda shubhasiz ilm taraqqiy etgan. Uning aksi hukm surayotgan makonlarda esa afsuski jaholat ildiz otganini ko'ramiz. Alloh subhanahu va taolo aynan shunday qavmlarga ishora o'laroq A'rof surasining 179-oyatida shunday marhamat qiladi. Biz jahannam uchun ko'pgina jin va insonlarni yaratdik. Ular haqni anglash uchun qalblarga egadirlar, lekin anglamaydilar. Ko'zlari bor, lekin ko'rmaydilar. Quloqlari bor, lekin eshitmaydilar. Ular chorvaga o'xshaydilar, balki ulardan ham zalolatdadirlar. Ana o'shalar g'ofillardir. Ilmga loqaydlik, hunar egallashga bo'lgan beparvorlik bugun ham ko'plab mamlakatlarni yer sharining zulmatga burkangan puchmoqlarida yashashga mahkum etgan. Buning yana bir sababi bor. Ziyoli qatlamimiz geosiyosat deb ataydigan omil u. Geosiyosat davlat manfaatlarini o'z hududlaridan tashqarida ta'minlashga qaratilgan siyosatini, uning joylashuvi, tabiiy resurslari, qo'shnilari va strategik yo'llari belgilab beradigan katta kuchlar orasidagi manfaatlar to'qnashuvini ifoda etuvchi tushuncha. Oddiy qilib aytganda, turli mamlakatlar o'rtasidagi katta shaxmat o'yinidir. Unda har bir hudud, daryo, tog', dengiz yo'li yoki gaz quvuri, hatto xalq ham alohida ahamiyat kasb etadi.
Bu o'yinda geosiyosiy raqibni zaiflashtirish, uning iqtisodiy va siyosiy salohiyatini susaytirish, strategik hudud va resurslar ustidan nazoratni qo'lga kiritish yoki boshqa g'arazli maqsadlar ko'zlangan holda turli nayranglar qo'llaniladi. Aholini radikallashtirish, jamiyatni mafkuraviy yoki diniy bo'linishlarga undash, yoshlarni nomuvofiq ta'lim yoki biror davlatda diniy mutaassiblikni dastaglagan holda dunyoviy ilmda rivojlanishiga yo'l bermaslik shunday nayranglarning biridir. Nega yo'l berishmaydi? Chunki harbiy, iqtisodiy, siyosiy, texnologik jihatdan qoloq xalqlar va mamlakatlarni boshqarish, ular egalik qilib turgan yer osti va yer usti inson resurslarini qo'lga kiritish oson. Shuning uchun ularning rivojlanishiga turli yo'llar bilan to'siq qo'yiladi. Xalq va davlat rivojlanishiga g'ov bo'lajak o'sha to'siqlarning biri aholini radikallashtirishdir. 9-10 asr Xuroson Abbosiylar davri. Nishopur, Marv, Balx singari buyuk ilm markazlarida dastlab ilm-ma'rifat gullab yashnadi. Ammo diniy radikal oqim hisoblangan xorijiylar, g'ulot firqalari, mutaziliylar ta'sirida jamiyatda ixtiloflar va bo'linishlar yuzaga keldi. Oqibatda ilm rivoji to'xtadi. Olimlar quvg'inga uchradi. Mintaqa esa G'aznaviylar va Saljuqiylar tomonidan bosib olindi. Ilm va din o'rtasidagi muvozanatning buzilishi oxir-oqibat davlatning yemirilishiga olib keldi. 13-17 asrlar Yevropa inkvizitsiya davri. Katolik cherkov vakillari dunyoviy ilm egalarini cherkov ta'limotiga qarshi chiquvchilar deb ta'qib qildi. Oqibatda faylasuf, astronom, shoir va ilohiyatshunos Giordano Bruno gulxanda yoqildi. Astronom, fizik, matematik, muhandis va faylasuf Galiley uy qamog'iga tashlandi. Dunyoviy ilm fan tarafdorlari bo'lgan yuzlab, ehtimol minglab kishilar boshiga ham shunday qismat tushdi. Oqibatda Yevropada ilmiy inqirozga sabab bo'lgan qora asrlar boshlandi. Jaholat ilmdan ustun kelib, taraqqiyot to'xtadi. Yigirmanchi 21 asrlar Afg'oniston 1970-yillardan keyin tashqi ta'sir va ichki qarama-qarshilik natijasida jamiyat ichida diniy radikal fikrlar ustuvor bo'la boshlagani oqibatida tinch aholi urush girdobida qoldi. Ta'lim tizimi vayron bo'ldi. Ayollar huquqi cheklandi. Millatning aqliy salohiyati tubanga yuz burdi. Diniy radikalizm davlatni ham, xalqni ham xonavayron qildi. Radikallashuv xalq uchun ham, davlat uchun ham yaxshilikka olib kelmas ekan. Unda nega bu ijtimoiy hodisaga qarshi turilmagan? Yoki bu tashqaridan boshqariladigan juda ulkan loyiha ekan? Bu savolga javob shunday: ham ha, ham yo'q. Radikallashuvga ilm hunarga befarvolik va yoshlar ta'limiga loqaydlik ham sabab bo'lishi mumkin. Tarixda ham, zamonaviy siyosiy jarayonlarda ham aholini radikallashtirish maxsus rejalashtirilgan geosiyosiy texnologiya sifatida qo'llanilgan holatlar ham bor. Buni ba'zan idorali radikallashuv deb ham ataymiz. Masalan, 19-asrning oxiri, 20-asr boshlaridan boshlab Buyuk Britaniya, Hindiston va Afg'onistonda diniy radikallashuvni boshqarish loyihasini olib borgan. O'zining imperialistik hukmronligini saqlash uchun aholini Hind musulmon ziddiyati asosida bo'lib tashlagan. Bu borada madrasalar va diniy jamoatlar orasida tor fikrlilarni va sof e'tiqod da'vosidagi qarashlar rag'batlantirilgan, millatchilik va konfutsiyaviy kurash kuchaytirilgan. Vahobiylik va diyobandchilikning ayrim radikal qanotlaridan geosiyosiy manfaatlar uchun foydalanilgan. Bu nayrang natijasida Hindiston ikkiga bo'linib ketgan. Afg'onistonda esa doimiy ziddiyat muhitiga zamin yaratildi. 1979-89 yillar mobaynida esa
sobiq Sovet ittifoqi va AQShning Afg'oniston jang loyihasiga guvoh bo'ldik. Kommunizm kengayishiga qarshi AQSh, Pokiston, Saudiya Arabistonining mahalliy guruhlar ishtirokidagi qo'shtirnoq ichidagi jihodiy harakatlarni qo'llab-quvvatlashi, madrasalardagi yoshlar ongiga jihodiy g'oyalarni singdirishi Afg'oniston, Pokiston va Markaziy Osiyoda radikal g'oyalarning ildiz otishiga sabab bo'ldi. 2010-2020 yillarda Yaqin Sharqda sodir bo'lgan Arab bahori inqiloblarini yodga olishimiz mumkin. Bu hodisalar chetdan turib boshqarilgan radikallashuv hodisasining bir ko'rinishi bo'lib, g'arazli davlatlarning turli razvedka tizimlari tomonidan ma'naviy bo'shliqni radikal g'oyalar bilan to'ldirishga bo'lgan urinishning asosiy qismi desak mubolag'a bo'lmaydi. Natijada Liviyada Qaddafiy rejimi yiqilgandan keyin Ansor ash-Shariya va boshqa jangari guruhlar uchun maydon ochildi. Suriyada turli davlatlar qo'llagan qo'zg'olonchilar keyinroq IShID terroristik tashkilotini shakllantirishdi. Xalqlarni radikallashtirish harakatlari hech qachon to'xtamaganligini tarixni o'zi ko'rsatib turibdi. Qariyb 3 asrga yaqin vaqt mobaynida targ'ib etib kelinayotgan soxta salafiylik g'oyalari ham bugun aholini radikallashtirishdagi eng ulkan loyiha sifatida yashab kelayotganligi hech kimga sir emas. Go'yoki sof islom g'oyalarini keng targ'ib qilish, yosh avlodni shu yo'nalishga jalb qilish, mahalliy diniy an'analar o'rniga chetdan kirib kelgan yoki qotib qolgan qarashlarni qaror toptirishga urinish hanuzgacha kuzatilmoqda. Bunday holatlar faqat islom dini doirasida emas, aksar din vakillari orasida uchrashishini ko'rishimiz mumkin. Afrika va Lotin Amerikasida, Kolumbiya va Venesueladagi diniy va etnik davodagi ijtimoiy guruhlar bugunga kelib allaqachon geosiyosiy ta'sir vositasiga aylangan. Ana xolos. Bu hodisalarning hammasi g'irromlik bilan sahnalashtirilgan juda katta spektakl bo'lib chiqyaptimi shunda? E'tiqod bilan bog'liq bo'lgan aksar oqimlar, harakatlar, guruhlar ayrim g'arazli kuchlarning, ya'ni 3-tomonning o'ylab topgan fitnasi ekanda. Bunday eksperimental loyihalar haqida soatlab so'zlash mumkin. Ammo biz keltirilganlar bilan kifoyalanamiz.